Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mavzuyimiz yozga tayyorgarlik haqida bo'ladi. Chunki Cho'chi Abdulloh ko'pchilik choy yo'nalishi bo'yicha tanidi. Biz ish faoliyatimizni 2025-yil yozdan boshlaganmiz. Yozda qanday ichimliklar bilan biz tanirganmiz. Albatta biz Namanganda o'zimizda yig'ilgan auditoriya yoz ichida 5,5-6 ta podpisчик yiqqan edik. Va kuzga kelib choy sohasi bo'yicha 1 oy davomida 50 mingga yaqin obunachi qo'shildi. Shuning uchun bizda katta auditoriyaning qismi yozda qanday ichimlik sotishimizni bilmaydi. Qisqacha shu ma'lumot berib o'tamiz. Mehnatimizni oxirigacha ko'rib baholab o'ting. Biz bitta choy bilan cheklanmaganmiz, tabiiy kofelar bilan ham shug'ullanamiz. Doimiy bizni rejamiz tabiiylik va mehnat ustiga quriladi. Yozgi ichimliklarimizdan biri bu kofe mahsulotlar. Ko'pchiligimiz bilamizki, kofe ichimliklarini qaynoq holatda iste'mol qilamiz. Bular asosan kofelarning boshlanish menyusi espresso, americano va cappuccino va latte. Qolgan hamma menyu shu 4 ta yo'ldan bo'linib ketaveradi. Ya'ni matchaligi bor latteni yo cappuccinoni. Hozirgi kunda juda ham turi ko'payib ketdi, lekin juda ham kam insonlar shuni bilishadiki, kofeni sovuq holatda ham ichadigan turlari bor, mavjud. Shu mahsulotni biz Starbucks yo'nalishida tayyorlaymiz. Buni tushuntirishdan oldin men sizlarga shu Koreya mahsuloti va Turkiyanikini tanishtirishni niyat qildim. Hozir videoni oxirigacha ko'rib turing, bularni ta'mini ichib baholab o'tamiz. Nima uchun Starbucks yo'nalishi? Chunki Starbucks deganimizda xayolimizga premium kofe kompaniyasi keladi. Restoran sohasi bo'yicha juda ham yuqori o'rinda turadi dunyo bo'yicha. Filiallari va u yerdagi servis va mahsulotlar eng premium va sifat darajasi yuqori. Shuning uchun o'zimizda mana shu Turkiyaga borganlar, Dubayga borganlar, issiq mamlakatga borganlar kofening muzligini juda ham ko'p uchratishdi, savdo yo'lidagi akalarimiz. Hozir sizlar bilan mana shu men o'zim uchun ham yangilik, bu koreyskiy amerikanoning muzdagi. Asli kofe amerikano deganda issig'i esga tushadi. Muzdagi esa cold brew. Ko'rishingiz mumkin, agar qanchalik yaqin ko'rayotgan bo'lsa, bu spirtnoy ichimlik emas, muzdak holatda tayyorlangan kofe ichimligi. Bu amerikano. Bu juda ham quyuq, timqora, bu ochroq. Bularni mazasida amerikano achchiqroq, yuqori achchiqroq, bu pastki achchiqroq hisoblanadi. Muzdak holatda ichishlik uchun alohida damlanadi. Bu cold brewni mazasi shundoqki, siz achchiqlikni his qilasiz, lekin yutishga qiynalmaysiz. Amerikanoni hamma ham ichavermaydi, chunki shakarsiz, juda ham achchig'i grubiy holatda bo'ladi. Sovuq holatda ichadigan ichimlik doim boshqa bo'ladi. Choy yo'nalishida ham shuni ta'kidlab o'tayki, hech qachon qaynoqligida maza qilib ichgan choyingiz u sovigandan keyin ham maza qilib ichsa bo'ladi degani emas. Sovuq holatda ichadigan choylarning turi va damlanish uslubi boshqa bo'ladi. Agar shu mavzu qiziq bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Sizi Up Koreyaning mahsuloti. Bunda latte va cappuccino mahsulotlari bor. Men amerikanosini birinchi marta uchratganim uchun shuni oldim. Qolgan mahsulotlar hozir yonimda yo'q. Bu firmani 2-3 yildan beri tanirdim. 2 yil bo'ldi menimcha. Bu birinchi marta uchratishim. Istanbuldan, ya'ni Turkiyaning mahsuloti tabiiy holatda. Narxi esa bu koreyskiy holatdan 2 marta qimmat ekan bu. Bu 25 ming, o'zimiz supermarketlardan topishingiz mumkin. Men buni 45 mingga oldim. Hozir shu qadoqlangan kofe mahsulotlarda shuni yaxshi biling, agar suyuq holatda bo'lsa, hech qachon u natural barra holatdagi sut bo'lmaydi. Laktozasiz sut poрошоклaridan, ya'ni suxoy sutdan tayyorlangan bo'ladi. Tabiiy sutdan tayyorlangan kofe esa tez achiydi va ayniydi, chunki laktozasi bor. Bu ichimliklarni hozir sizlar bilan birma-bir mazasini ko'ramiz. Bismillah. Ko'rib turganingizda har bittasini mazasini ajratish uchun yonimga suv qo'yib olganman. Har bitta yutumdan keyin, ho'plamdan keyin suv ichib, eskitamiz, yutib turamiz. Bismillah. Kofeni ko'pchilik biladi, hidi bilan mashhur, haqiqiy arabika donalaridan tayyorlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, mana bu kofelar esa bular %100 tabiiy, chunki haqiqiy arabikani damlash uslubi bilan olingan. Eriydigan kofe turi emas bu, biz qoshiqda soladigan ratsipnoy emas. Bismillah. Americano deb yozgani bilan ko'proq cold brewning ta'mi kelyapti, lekin issiqda tayyorlanganga o'xshaydi ko'proq. Chunki issiq kofeni sovutib ichishlikda Americanoda men bilmadim, hech ichib ko'rmaganman. Lekin sovuq ichadigan kofeni tayyorlash uslubi juda ham uzoq vaqt oladi. Bu plastik idishda qadoqlangan, shuni ko'rib turishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bunaqangi tabiiy ichimliklarni bitta qoida bor. Asosiy maqsad shishada qadoqlanishi va yorug'likdan saqlanishi kerak. Bularning gradusini ham oxirigacha aytib o'tsam, bunda yozibdiki, plus 25 dan pastda tursin debdi Turkiya chiqarganiga.
Koreya ishlab chiqarganda esa +10 dan past 0 gradusgacha saqlangan debdi. Ko'proq mana gradusni tavsiya bergan bo'lardim. +10 dan 0 gacha. Endi 20-25 gradusda menimcha aytishi, aynishi tez bo'ladi. Bu Turkiyada tayyorlangan cold brew. Hidi bundan da o'tkir. Hozir buni ichida qolib ketibdi. Bu o'zimiz uchun ichamiz, o'shaning uchun qaytib qo'yib qo'ydim. Obunachilar, bu siz uchun emas. Bismillah. Shishada saqlanganda hidi ham juda ham yuqori saqlanadi. Ko'rib turganingizda buni rangi ochiqroq. Juda ham qiziqarli natija. Bu bizgacha qanday saqlangan bilmayman. Bunda menimcha anchagina nordon ta'm kelib qolgan. Bu cold brewga asli xos xususiyat. Amerikanoda juda ham achchiqlikni his qilsangiz, cold brewda ozgina nordon ta'mni his qilasiz. Lekin qaysi birini yutinish, ichish osonroq desa cold brewni. Issiq payt nima uchun inson kofe ichadi? Bir vaqtda o'zida chanqog'i bosish kerak va energiya olish kerak. Inson issiq havoda juda ham toliqadi. Bir vaqtda o'zida ham chanqoqdan, ham lanjlikdan qutulishni xohlaydi. Shuning uchun muzdak kofe sizga darrov energiya beradi, kofeini tez va o'zingizni tetik va chanqog'ingiz bosilgan holatda his qilasiz. Xo'p, ikkitasini ichib ko'rdik. Meni tushunishim bo'yicha bu haqiqiy amerikano uslubida damlab sovitilgan. Bu esa cold brew uslubida damlangan. Buni muz solib ichishingiz mumkin, sahrli sirop bilan ichishingiz mumkin. Bularni отдельно olib, haqiqiy tabiiy sut bilan muzdek qilib aralashtirib ichishingiz mumkin. Bizning mahsulotimiz hozir bu yerda yo'q. Meni niyatim shu chet el mahsulotlarining narxini aytib o'tdim. Xudo xolasa bizda bu narxlardan anchagina qulayroq chiqadi, lekin shular ishlatgan Braziliya kofesidan bizdan foydalanamiz va arabika va robusta aralashtirilgan sortlardan albatta foydalanamiz. Biz xalqimizga ishonch bermoqchimiz, sifat bermoqchimiz. Albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan biz ham shunaqangi kompaniyalar darajasiga yetishamiz. Bu endi suxoy molokoga tayyorlangani, ya'ni mana yozibdiki, vanilliga. Endi vanilini ko'pchilik biladi, hidi va mazasi bilan. Vanilli va sutli Turkiyaning Istanbuldan chiqqan Hasan Efendi degan firmanikiga. Bismillah. Vanil hidi birinchi kelyapti. Bismillah. Qandaydir karamel ham ta'mi bor. Aziz do'stlar, albatta chet elda, ya'ni Turkiyada, Dubayda, Koreyada bu kofe mahsulotlari aniq standart holati bu shakarsiz holat bo'ladi. Biz O'zbekistonda kofeni ham shakar bilan ichuvchilar juda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun biz doimiy mijozi xohishiga qarab shirinligini nazorat qilib berishimiz mumkin. Chunki biz sahrli sirop, ya'ni shakar siropni o'zimiz tayyorlaymiz. Shakar sirop haqida отдельно video qo'yishni agar xohlasangiz izohlarda qoldiring. Nima uchun shakarni solgandan ko'ra sahr sirop bilan, ya'ni shakar sirop bilan ishlash qulay va osonligini alohida video qo'yib chiqarishimiz mumkin. Xo'p do'stlar. Xulosa. Bu chet elda tayyorlangan tabiiy kofe muzdak ichimliklar, ya'ni yozda ichish uchun maxsus. Buni tanishtirishimizdan maqsad xuddi shunday va xalqimizga mos va xos bo'lgan kofeni muzdek holatini tabiiy holatda Cho'ch Abdullohdan topishinglar mumkin. Agar bu qilayotgan ishlarimiz qo'llab-quvvatlasa, barcha viloyatlarga kengayish niyatimiz bor. Barcha bizni kuzatib turgan do'stlarimizga o'z mahsulotlarimiz bilan bo'lishib va yuqori sifatda yetkazish niyatlarimiz bor. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta sizni qo'llab-quvvatlashingiz, milliy brendni targ'ibot qilishingiz, o'z yurtdoshingizni biznesini qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Mana shu narsani 45 mingga Turkiyadan kirib kelsa, bu Koreyadan 25 mingga kirib kelsa, bizni pullar u yoqqa, qo'shni davlatlarga chiqib ketyapti. Biz hech bo'lmaganda kofe zernosini, bug'doyini, donachalarini o'zimiz sotib olib, undan tayyorlangan mahsulotlarni shu yerda oldi-sotdi qilsak, do'stlarimiz bilan bo'lishsak, o'zimizda iqtisod rivojlanishiga hammamiz hissa qo'shgan bo'lamiz. Biz doim targ'ibot qilamiz. Sifatli mahsulotlarni, ko'p ichimlik ichish yoki ko'p ovqatlanish targ'ibot qilmaymiz. Bizni kuzatib turgan barcha obunachilarimizga katta rahmat. Cho'ch Abdullohdan uzoqlashmang, mehmon bo'lishni unutmang.